Assalomu alaykum akalar, ukalar, aziz obunachilar. Bugun 3-mart 2025-yil Samarqand viloyati Loyish shaharchasida tomni konteyner mahsulotlaridan, profillaridan yopyapmiz. Ko'rsanglar bo'ladi mana akalar. Strapilasi konteynerdan to'qilgan. Enini 7 santimetrlik. Bu ishlarimiz O'zbekiston bo'ylab yo'lga qo'yilgan. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bezpasreddi ustalaridan. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatda xizmat ko'rsatamiz akalar. Puliga keladigan bo'lsa, narxlari 130 ming so'mdan 230 ming 240 minggacha bo'lishi mumkin. Shu holatdagi esa 130 ming so'm atrofida bo'lyapti filisongiz. Ustunlarimizni ham ko'rishingiz mumkin, to'rttalik qilingan, ancha baquvvat. Shopirlar ham yaxshi, to'rttalik qilingan, to'rtburchak bo'ladi. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar akalar. O'zimiz ustamiz. Odam aralashmagan o'rtaga. Xudo xolasa, baquvvat bo'lish uchun qo'limizdan kelgancha sabablarni qilyapmiz. Xudo xolasa, qorlarda, har xil shamollarda yaxshi turib beradi degan umiddamiz akalar. Qilayotgan ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bilan obuna tugmachasini bosib qo'yish akalar obязательно esdan chiqmasin. Shu sababli biz ishlarimiz yana ham ko'p odam ko'rishi mumkin. Xudo xolasa. E'tiborlar uchun rahmat akalar. Mana old tarafini ham 0 ga olib qo'yapmiz. Bemalol silif qatirsa bo'laveradi tarnovini. Krishtaynni qatirib akalar 0 qilib qo'yamiz. Oshibcha bunaqa chiqqan boshqa bo'lmaydi bizdan keyin. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar. E'tiborlar uchun rahmat.